Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yana bir qatimliq usti uchuq turmaga aylangan Sharq Turkiston nomli programmamizniki 13-soniga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli qarindoshlar, bugungi studiomizga har qatimliq mehmonimiz menga tanishdik. Adil Abdulg'afur akamizni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qarindoshlar, bugungi suhbatimiz, ya'ni biz bu Turmaga aylangan Sharq Turkiston nomli programmamizda hammalarga ma'lum Sharq Turkistondagi elib berilayotgan zulmlar, Xitoy tajovuzchilarining qanday siyosatlarini, qanday besim icra qilayotganligi vatanimizda buni misollar orqali Adilligimizning yashagan, biz ilgirki programmamizda turmaning ichidagi ahvollarni so'zlagan bo'lsak, bununda turmadan chiqqandagi ahvollar, o'zi boshdan kechirgan narsalar va shunaqla hozir vatanimizda elib berilayotgan bu zulmlar haqida to'xtalib kelyapmiz. Bugungi mavzuimiz yana shu turmaga aylangan vatandagi fojialar. Albatta vatanimizda elib berilayotgan fojialar har kuni o'nlagan, yuzlagan fojialar, inson haqiqatan ichindiradigan narsalar yuz berib turyapti. Biz faqat uningki yüzde birini, mingda birini xabar tepiyotimiz. Tapqanlarımız bu insanın tinchliklantiradigan darajadagi narsalar, aql qabul qilolmaydigan zulmlar elib berilyapti demdi. Biz shu bizga yetib kelgan, biz biladiganlarimiz cho'risida suhbatlarimizni shu atrofda davomlashtirib kelyapmiz. Bugun shu masalalar to'xtalmasa, Xitoy bugun 2-6 kuni shu axborot e'lon qilish yig'ini içivatqanligini bildirib xabar e'lon qildi. Nima desam, yana yillardan buyon arqatim sizga ma'lum, Ramazon Ramazonda islom dunyosida bo'lib Turkiyada nurg'ulg'an kun tartib qildi Sharq Turkiston masalalari. Xitoyninki vatanimizda ro'zani tutqizmay tutqanlarni oshqizib o'tib degandek bu narsalar kun tartib qildi, bu zulm to'xtatish to'g'riliq hamda. Xitoy hamda bu yil ya'ni shunchalik zulm qilib cheklayotgan, shunchalik qattiq bostirayotgan bir paytda Ramazonga necha kun qolgan vaqtda bugun nima axborot e'lon qilish yig'ini ismi Xinjiangning diniy e'tiqod erkinlik ahvol nomli aqtashliq kitobni taqitish uchun bir axborot e'lon qilish yig'ini bu yerda Abdumur rayonining muavin raislari Jarullo Isamdin va shundaqla Shavkat Imin Ubu degandek shular qatnashib turib bu bir murosim o'tkazilganligini bilgan e'lon qilgan hamda deganda. Balki hozirgi bu soatlarda taqib bo'lgan bo'lishi mumkin bu kitoblari. Kitobning ichida nima bor, albatta biz oldimizda kunlarda ko'ramiz ham axborotlarda. Yani buning ismidan yana Xinjiangning diniy e'tiqod erkinlik ahvoli degandan biz bilalaymiz hamda. Nima demoqchi bo'lsa, Xitoy yana shu o'ziningki biz andaq erkinlik va mandaq diniy ibodatlarni, diniy millatning islom diniga e'tiqod qilganlarning huquqini qo'g'dirdik, uni qildik, buni qildik deb safsatisini sotadiganligi aniq hamda. Aminatda necha kun burun Korlida Xitoy o'ziningki tamg'a urib e'lon qilgan narsasida buningdan keyingi mezgillarda butunlay mayli qaysi shaklda yog'liqni oldidan chigamdi, keyindan chigamdi, ro'mol atamdi, yuzini itamdi, har qanday mashina kiyim kiyganliginki turmaga tutqun qilinib turib, bunda ayollarniki qo'lga elinib turib o'zgartirilganligi, oilasiga jarimani qo'yilganligi, oilasiga chekit qo'yilib nuqtaliq o'zgartish elib berilganligidan iborat. Buni ig'ir oqibat keltirib chiqardi hamma odamga deb bu ko'rliga e'lonlarni chaplab, butun ko'rlida mashina yurgizimiz deb Xitoy o'zi e'lon qildi. Ya'ni bu yerda bugun diniy e'tiqod erkinlik ahvol deb buni xalq propoz qilib buni e'lon qilayotgan Xitoy tajovuzchilari buni ko'rlida necha kun burun 5-19 kuni buni e'lon qildi. Biz bu vaqtda Abduqodir akamiz bilan suhbat o'tkazdik bir qo'l. Uning kendidan endi bu 31-may ya'ni 2 kun burun Aqsuda Uyg'ur sotchi Po'lat Chavar va Umarjon Hasan degan biri. Bu yozuvchi o'xshaydi qaragan vaqtida buning unvonini demabdi. Bu Po'lat Chavarni 3 xil kuchga qarshi, ya'ni Kompartiya a'zosi, Xitoyga nurg'un xizmat qilgan odam edi. Bu sotchi emas, bu odamni 3 xil kuchga qarshi turish, terrorlik jinoyatlarga zarb berish
bu narsada maydoni uch qo'ymay terrorchilarga yenik jazo bergan, ularning jazosini yeniklatgan deb uni vazifasini ep tashlab partiyadan chiqardik, uni qildik, buni qildik deyotdi. Bu Ömerjon Hasan bo'lsa Shinjongning tarixini burmilgan, davlatning birligi, millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qilgan degan batnam bilan buni vazifalarini ep tashlab bu shaklda zulmni bu shaklda elib beradi. Sizlarni mushni ko'radigan ahvol ostida bununla bo'lgan fikrlarini ep baqaylamış ona. Allah rahmet kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hem de size yaxşı bir temalarını so'rayman. Bu demek ki bizningki ahvolimiz Türkistan'daki Uygur Müslümanlarının bugungi islom bilan o'zining aqidasi bilan zich munosabatga bog'lan bu hayotiningki umum fojia bir ekrani bu bir ko'rinishi. Bunu hem de qanchalik tasvirlasak shu qadar arziydigan bir temamdi. Buni bugungi haqiqatan Xitoyninki bu zulmini ilqi ya bugungi narsa emas. Bu 100 yillik tarixda eshib ketgan bir fojia. Bu gay kuchayib, gay ajizlab degandek bugun xalqninki xalqimizning eng muhim bo'lgan ma'naviy ruhiyatiga cho'ng bir hujum qilgan bir davramdi. Aqtashliq kitob deganda bu narsa bulab menga bu bir yangilik narsa emas. Siz anglab ketgan ilqi qog'im o'zining bolasini aqbalam deydi degan bir gap bor bizning maqol tamsillarda. O Xitoyning aqtashliq degan kitobi başladım kitobni. Hatta Xitoy numus qilmasdan hatta yüzünün aşı yazgan to'qilmasini aq deb turib shu aqtashliq atalmış kitap bilan muqaddas Qur'oni Karimimizni qarli o'talaydigan darajada ashunda ko'nglida o'ziningcha va o'ziningcha shu o'zining zolim va zulmdan boshqa narsa ifodalanmaydigan bu tuzilma siyosatini olmadan so'ndirib o'zining aybatul g'oy maqsadiga yetish uchun shu qadar qutroqliq. Aqtashliq kitob degan bir narsani chiroyli qilqi shakar bilan uni etrafını boyab güzel anlatış bilen, güzel bir isim koyuş bilen onu nadan ansız sabi edemlige, sad edemlige so'ndirib Xitoyning shu rezil jinoiy rezilligini aqlab ana yoshirib shuni kuchlik yo'lga qo'yishdan boshqa narsa emas. Bu en mühim e'tiqodni burmalash, tarixni burmalash, amaliy vaziyatni o'zining jinoyatlarini yoshirish qatorliq umumiy narsa buni so'ndirilgan bo'ladi. Shu orqali ham Xitoy yana shu atalmış avtonom rayonlik hamda Urumchidagi oliy maktab endi Shinjongda shu deb qo'ydi. Shu maktabninki shu adabiyot, tarix fakultetlarida o'zining jijig'iga keladigan shunday biz atalmış qarmoqqa millatning ziyolisi yazgıcıları, edipleri olmuş kişilerini ekilip aşağıya turg'izib bizning oldimizga bunchaq ekkaga ularning shu sepsetlarni mana bu balan doktor, balan professor, manda o'qigan, unda o'qigan, chet elda va bu yerda o'qigan, u bu sohada ajoyib yetilgan degandek saqt unvonlarni berib ularga shularning unvoni bilan, shularning salohiyati bilan turmadagi va jamiyatdagi bundaq sad odamlarni ko'ngil o'tishini qoyil qilish ham tahdid hem aşındak batıl davet vezbilen. Xitoy burun az quturmadi. Demek hem de Xitoyning bu qilgan qiliqlarining hammani yig'ib kelsak, Xitoy o'zining qilayotgan jinoyatlarini nayt obdan to'noqliq. Xitoy bugun Xitoyningki shu atalmış Jungu Komünist Partiyasi va Jungu Sotsializm ve Şarkı Türkistan'daki bulab Cungudaki İslam dinini Cunguç sosyalizm üçün hizmet kıldırış degen bu temillerde aşağıda 1 milyardan jiq bir insanını qalaymakan qaymoqtırıp yütlep ketip atkan bu Xitoy yüzünün kılmışlarının ne kadar ameliyatke, hakikatke, normal insaniyetinin hayat bu normal hayat yürüyüşünün bu mantiqisiga to'limiz zid va qarama qarshi bir tema bir
iqlim ekanligini Xitoy obdan biliglik. Shuni bilib turib Xitoy o'zining qurol va iqtisodiy tahdidi kuchi bilan bugun buni aqtashliq kitob qandaqki bir narsa bilan buni bo'yab dunyoni huquqqa va dunyoning moddiy manfaatlariga bo'lgan istiga eshib ketgan odamlarni atrofiga uyushtirib bu o'zining yüzü gumon bilan qilayotgan ishlarini nodon odamlarga haqiqatlashtirishdek bir azg'unlik haqni boshlab to'nitib turib shunday bosh ko'tara oladi. Endi Xitoyninki misol o'tgan bir Ramazonda hozir dilda bu da Cungudki dini erkirlik degan bir temin. O Cungudki dini erkirlik, insani erkirlik degan narsani Şinjanlık dini erkirlik. Şinjanlık dini erkirlik degan narsani yoki bu erkirlik degan narsa bir davlat, bir millat, qanday bir tashkilot tuzib turadigan narsa emas. Erkinlik degan so'z hamda bizning tilimizda Uyg'ur tilida erkin degan bo'lsa, bu arab tilida yana hur degan bir ma'noni bildiradi. Endi biz ayni vaqt misol bizning Sharq Turkiston islom jumhuriyatimiz qurilgan. İslami cumhuriyet degan so'z faqat Allohning rasulininki chaqiriq ostida Qur'on va hadisga qarshi zidlashmagan doira ichida nima qilsa bo'ladigan Qur'on va hadisga qarshi chiqmagan Allah va Allohning payg'ambarininki bu bizga qoldirgan bu din aqida nizam nomlarga qat'iy zid kelmagan doira ichida nima qilsak bo'ladigan ruxsat qilinganlik bir jamiyatning bir umumiy bir ko'rinishini bu erkinlik islomiy cumhuriyet yani islom erkinligi ya din erkinligi deb qaraydi buni. Asli mohiyati bundaq. Endi buni Xitoy erkinligi yoki degan bo'lsa Xitoyning Xitoy bir erkinlik bermaydi. U erkinlikni Qur'on yaratgan bir mashinaning nega borganligini uni shofir belgilaydi. Misol, yeydigan adam tüm bütün insaniyetning qandaq bo'lganligini bu inson yaratgan Rabbimiz belgilaydi. Uningki bütün qandaq o'z insonga foydali, qandaq o'z ziyonli uni Alloh belgilaydi. Shuningdek biz bir maxluq bo'lgan ekanmiz, bizning erkinlik degan qandaq bo'ladi, qulluq degan qandaq bo'ladi, biz cheklangan ishlar qilsa, bizga manfaatli ishlar qilsa, foydasiz ishlar qilsa, buni biz bilmaymiz. Buni bilmaganligin kishilar har mesela İslam dinindeki başka batıl dinler, Budistlar olsun, Komünistlar olsun, başka dinler olsun, hem de özününki yüzü yetilip kalan batıl cemiyet tüzülme düşüncesi karta bir erkinlik formunu, bir endizini bula koyup aladı. Bunu hemen biz her kandak vakti biz ne mi desek değil, meyl ticaretin, meyl siyasetin, meyl ibadetin, meyl dehkancılık, yezigilik, meyl içtimai ne mi den sözlemeydi biz Kur'an ve hadisinin içinde turup gap kılmasak bizning bu iman İslami davayımızdan hemisi yalğan çıkıp kaldı. Çünkü bu zalqi umumiy dünya haqida paran qilgan vaqtda Hristiyanlar haqida paran qilgan vaqtda Hristiyan jamiyatiga kirib turib Injilning ruhi bilan yoki kommunizm ruhi bilan bunda so'zlab yursak bo'lmaydi. Biz faqat har qanday vaqtda biz Qur'on va hadisning o'zimizning islom aqida imonimizningki muhiti umumiy forması içinde biz gap qilishimiz kerak. Şuna biz o Xitoyninki mesela dini erkinlikni Xitoy bermaydi bizga. Xitoy o'ziga bir erkinlik bersin, Xitoy yolg'onchi. Xitoy bugungi kunda yuqori degandek bütün o'zining jinoiy qilmishlarini bir-birlab tafsili biladi. 90% xato qilayotganligini bilib o'tadi Xitoy. 90% xato qilayotganligini bilganligi uchun Xitoy qo'liga Qur'on elib o'zining xalqiga tahdid solib o'tadi. Özünün Xitaylılarına mütehaddisleri var. Bu Xitay devletinde hem de tahminen %70-80% halkı komünistlerin şu kadar ziriklikle şikirde bilimiz bunu. Az Hristiyan Budda dindekilerin ait cık şikiri ülkeleri Xitay'nınki. Mesela hiç kanda dini itikat kılmaydı kalırım bah. Biraz bu bugünkü komünist akidesine bu komünizm fikrini saklap kalganlar aşı bir kısım yelin teşli aşı mavzudunun zamanında hukuk berilip kalgan fakat şu komünizmnin zehir batıl fikrininki
zehirleş bilen aşındak bir yüzünün ademilikini yo'qotgan bir insonlarninki şu fikir bilen taxt huquq tutib qilib yoki ma'lum shu davlatninki yuqortidan rahbarlari bo'lmuş davlatning doiralari qadar bir huquq tutib qilib attinchisi o'zengidan tushgisi kelmay o'zining 1 milyar yil vaqtida shu qadar o'zining cho'ng bir Rossiya va butun Xitoy qatorliq cho'ng atalmış davlatlar haq deb to'g'ri mush deb jarisiz ketayotgan kommunizm kommunist aqidasi kommunist fikrini Ruslar vaz kechib bundan biz öğrep asliga qaytgan bo'lsa bu Xitoy bugungi kunda azroq o'zining bu narsani eski chapanni sağız kelmay inovatini saqlash uchun ashuna g'aljirlayotdi. Buni allaqachon bu kommunistning bu batıl siyasetlari bu jamiyat tuzilmasi kishining qalbini allaqachon o'chdi va bu yo'qoldi. Ammo xalq yana akan kimnas yengam shu degandek bir maqol var Xitoyning davlatida. Şuna Canbekiş'ten başka işini önemli deb qaramaydigan bunda bir hayat göz qarashga ega bo'lgan bu Xitoy xalqi şuna bu Xitoyning ma'lum baş ko'tarib ketishiga yalg'onlardan bo'lsa himoya qilib davron qilayotgan. Endi Xitoyning bugungi kunda masalan o'tgan yil Ramazon misolga olsak biz bu yerda Turkiyada yakan qatlamı bo'ldi. Ramazonda yana kishilarning juq Ramazonlarini cheklab qonun chiqarib qilganligi uchun bu yerda jiq qarshiliklar va dunyoda jiq fikrli bo'ldi Xitoy shu zaman Ramazonning oxiriga kelib ham o'zining hozirgi Abdunum rayonining bir Xitoy boshlig'i bor. Uni kelib Abduraqib Temirdek adamni kelib ifta qildirib Xitoy kelib ham men unda qilmadim dedi. U nochi bo'lsa men qildim desin. Yüreklik o pul bilan qurol bilan o kuchlik o'zini men sharqda baş ko'targan bir palvonman deb o'tirib chiqqan Xitoy o'zining qilganlarini yolg'ondan qildim qanday qildim deyarsin deyemedi. Biz uda qilmadik deb o'zining jinoyatini yapyapti. Amaliyotda bir odamni qattiq urib etgan bo'lsa, odam kelmasdi. Bu bir kishi berib arz qildi bir so'raydigan bir odam men udi deb. O o'g'ich berib soğuk için berip sen neymiş manamada urib ettin deb sorsa berip uygucu men umudum degen boz o kokuncaklığım diyerek birin. Udum qanday qilding geping bormi? Şu bunun qiyğanlık için bu tayaqni yeyishga yo'lliqdi şu udum buni diyaleydi. Asli to'g'ri bo'lgan bo'lsa, urush to'g'ri bo'lgan bo'lsa, urushi xato bo'lganligi uchun men umudim deb o'zini aqlaydi inson. Goya muşnun o'xshash Xitoy bugungi kunda Turkistonda islomga emas, islomga allaqachon normal bir insonning normal uch vaqt yeb ichib normal yashash insoniy bir erkinlik, insoniy izzat obro'ga berilgan bu darajadan tashqari bu zulm va bu islomlarni yo'lgash uchun men umudim, men unda qilmadik, biz zulm qilmadik deb bugungi kunda atalmış diniy erkinlik degan bu atalmış bu narsani ko'tarib chiqib, yani xalqarani, jumladan sada Uyg'urlarni va siz bizdek chet eldagi bu haq da'vo fikr adamni Xitoy ko'z bo'ymoqchi. Müşahidli Xitoyning o'p-o'chiq, qip-qizil %99 emas, %100% mutlaq yolg'onchi kazzab ekanligini biz buni mutlaq bilalaymiz. Faqat men Xitoyni bu qadar deyishimda, men Xitoy mening dushmanim bo'lganligi uchun, uningdan 10 yillar turmush zarbi yeganligim uchun emas. Fakat bu mening amaliyotni reallikni deyotgan bir gap bu. Xitoy o'zining qilayotganligini o'zi tuyib turdi. Pat yaqinda Xitoyning bugun mag'lub bo'lgan bir davri. O puli bilan biz nurg'un narsani ko'ryapmiz. Masalan, Turkiyada hozir biz olqishlab ko'ryotgan bir film bor. Osmonlining maydonga kelish uchun ishlayotgan bir dirilishli bir film bor. Bu filmda hamon huquqqa, pulga, altın, kumushga tayinib baş ko'targanlar hamon yiqilyotdi. Oxiri beshik kesiliyotdi. Bu narsani bildik. Çünkü bugun endi biraz bu gapni desek bizning nurg'un siyoset yo'lda mangmoqchi bo'lgan kishilarimiz Qaraman Turkiya bu kinoni pul tepish uchun emas. Faqat Türk millatini bugungi kunda bu qadar tarixda hatta İslam dininden, İslam meydan geçtiğin burunki gollarının zamanından tatip İslam meydanı kelgenden keyinki
Osmanlı'nın tarixida, yani Orta Asya'da, bu Türk dünyasida, Türklerin tarixda şu kadar seltenet sürgen katta bir ulug' dünyada bir qandaq olsun bir adaletini yürgizip, o'zi hech qanday zulmga, hech qanday milletni baş egmay kelgan bir millet ekanliginin umuman bugungi ahvolini tunib, buni biz mandaq deb o'tirg'a chiqarib, yana bu milletni ko'tarish, bular musulmonlarga bir medet berish uchun buni ishlab atgan bo'ldik. Demak, huquq tutish uchun pulga va qurol yarog'ga tayanib, zo'rlik va zumbuluk tayinib bosh ko'targan har qanday atalmış teşkilat, devlet, her qanday bir cemiyetniki hamon o xanı veyran bulup, kun bulup, şu zulüm uçurgan, şu mezlumның put asıda payqam bulduğanlığını, bu filmmi, şunundaki nurgun tarihi, reallık, çıllık, ötmişinin nurgun icabi ifadeleri bunu biz bildirdik. Xitay bize məğlub oldu. Xitay bize məğlub oldu. Xitay bize məğlub olmasa, biz her kaç astak 30-40 milyon çıkımız. Xitay'nın atalmış milletleri 1 milyar 500 milyon eşki değildik. Hem de Xitay bizne konuda yani şu kadar aciz ve zayıf dep sanaydı. Ecba bu kadar acizleşip ketken halkarada dünyada hiçbir hem de Xitay'nın hiçbir ilgisi yok. Hem de bizim Rabbimiz var. Dünyada bizge hiç kim bizi qarindoshim deb quchoq qachimiz, hiç kim bizim qulumuzni tutmasa biz Rabbimiz bor deb ang axir yalğız qalsak biz Allah bağlanıp durup Xitayga qarshi bu hareketini qat'iy to'xtatmaymiz inşallah. Bugungi kunda biz Uyg'urlar cümleden bütün dünya musulmonlari İslamның en rezil düşmanı kim? İslamның en rezil düşmanı, İslamga qarshi en rezil kuch. Birden bir Allah'ның diniga mümin musulmonlar qarshi turgan kuch kim o desa, haqiqatan mahiyeti cevap bas Xitayning o'zi. Men buni sarang bo'lib qilib davatmayman bu gapni. Faqat Xitoyning turmush yatqanligi uchun davatmayman. Amerikaning, Yevropaning turmushlarida haq qarulab chiqa oladi, mollulab chiqa oladi, jilla ibodat qiladi, yani saydi qila oladi. O'zi istagan kitoblarni ajib o'qiy oladi turmushning ichida. Hatto Yahudining turmushiga palestinlik musulmonlarni tortib, Xitoyning turmushida osmon zamin yaratgan Rabbimizning bir nomini tilg'ag'ini bo'lmaydi. Xitoy bugungi kunda agar Alloh taolo Qur'oni Karimning umumi qarshi qargan vaqtda dunyoda eng og'ir jinoyat sodir qilgan, eng og'ir zulm, Allohning azoblariga va jazosiga eng loyiq bo'lgan bir qavm bugungi Xitoy bo'lib chiqib qoldi. Biz Allohning dinini inkor qildi. Alloh yaratgan Rabbini seg'ingan, har xil usul seg'ingan butun odamni shu qadar yomon ko'rdi. Bizni yetim qoldirish uchun bütün elqimiz saxta musulmonlarni o'tirish shariqda arablarni bo'lsin, ajamlarni bo'lsin, hammani pul bilan, huquq bilan, tahdid bilan qo'lga kelib uni do'st o'ziga qilib mutlaq Allohning dinini yetim qoldirish, zaiflash, ajizlashtirishdek din hukmini haqni ko'ngilga Allohning dinini hech kim uni ajiz qila olmaydi. Xo'sh. Xitoy bu qadar buningda qutiravoda harakat qilyapti. Demak, Xitoyning aqtash kitobini yozib o'tirib chiqishi bu dedim-ku, bu tungi narsa emas. Xitoy mutlaq tarixni burmulab, bu medeniyetini burmulab o'zininki maqsadiga yetmoqchi. Buni har kim buni aql bilan qarasa, buni bilalaydigan masala. Xitoy agar nochi bo'lsa, cheklayim qanday qilding, kuching bo'lsa chiq, askaring bo'lsa ikki urushim deyson, qilsonmamda. Balkim Xitoy bugungi kunda butun Uyg'urni qirib tugutish mumkin. Dünyada birinci, ikinci dünya uğraşlarında neçe 10 milyon adamlar ölüp gitti. Biz 15-20 milyon, 30-40 milyon Uygur ölüp kesse, bu dünyadaki hayat to'xtab qolmaslik mümkün, qiyitish mümkün, qiralish mümkün. Lekin biz davat qilgan Xitoy o'zining jinoyatlarini va Xitoyning jinoyatlarini bir-birlab pash qilib o'ltirib chiqmoqchi va chiqmoqchi bo'lgan va Xitoyning qilmishlarining jinoyat ekanligini o'p-o'chiq pash qildigan bir haqiqatning sadosini Xitoy mengu o'chirib o'tolmaydi. Uni mengu bostirib o'tolmaydi. Bu fikr mengu bosh ko'taradigan bir fikr, bu haqiqat, haq va adolat degan narsa. Xitoy shunga psixik jihatdan allaqachon mag'lub bo'ldi. Shuning uchun Xitoy bugungi kunda uşaq balaga tug'ilmagan baladan qo'rqyapti Xitoy. Tug'ilmagan baladan qo'rqyapti. Yesligidagi hem o'milib ana dada diyemmayotgan balaga apirib, yesliga apirib, mama baba degizgin selib Xitoy yeslidagi balani
Beşikteki baladan, Qo'saqdagi balani, hatta başlangıç tuluq o'ttirgacha maktabdagi balani putkil qamal qilib, dinsizlashtirib, faqat mutlaq o'zg'och Xitoy qilib ishidek cho'ng ish. Xitoylar qilib etmasa, bu atalmış Xitoy tilidagi Xinjiangni saqlab turish mumkin bo'lmaydiganligini o'zining milyar nufusining o kadar o kuchlik harbiy quvvati va kuchining hech kimga dal kelmaydiganligini Xitoy buni tunib yetiklik. Shunga Xitoy o'zi ojiz bo'lmasa, mag'lub bo'lganligini his qilmagan bo'lsa, psixik jihatdan mag'lubiyatini his qilmagan bo'lsa, Xitoyning degini azroq texi o aqtashlik debdi. O aqtashlik kitobning şey yazg'ini %1% haq bo'lgan bo'lsa, to'g'ri bo'lgan bo'lsa, Xitoy bugungi kunda Qo'saqdagi va Beshikdagi ballig'icha qilmaydi. Allah qanday qildi? Peygamber Aleyhisselam dunyoga kelsin burungi Arab jahiliyatlarini bu vaqtlarni tirik ko'mganligi uchun, bular qiz bu vaqtlarga bu qadar zulm qilganligi uchun Alloh uni payg'ambar orqali buni %100% o'ngni o'ngni qilib dunyoni bu qadar isloh qildi. Xitoyning ajali to'shdi inshaalloh. Biz men bu yerda bir yalan gap qilmadim. Bu ajaldan Xitoyni biz mayli dunyoda Amerika bo'lsin, Xitoy bilan dunyoda harbiy kuch jihati barobar, iqtisodiy barobar tuzgan dunyoda jahongir kuchlar biz hech kimdan endi umid qilmaymiz buni bizni qutqizib qo'yishdan yordam qilish. Ammo biz qo'limizdan kelgancha Xitoy bizga ming paylash atom bomba atsa, biz bir tash atalsak Xitoyga, Xitoy taraf qilib birini tukirib yalasak, g'azab ixlos bilan, chin niyat bilan Xitoy taraf qilib bir tash atib bir tukirib yalasak, biz bu jangni qilgan bo'lamiz. Bu bizning chunki bizning haq. Allah bu dunyoning egasi var ya, Allah bu qadar Allah payg'ambarni baqa keltirmedi. Bizning bu haqlarni tirik kelgan millatni Allah bu darajada o'zgartib, uni haq da'vogarlarni qildiqliq. Xitoyning mag'lub bo'lganligi, bugun Xitoy Beshikdagi bolalarga qo'li zulm yetgan bu Xitoyning bugungi kundagi mag'lubiyati o'ziga tan olmay apırıp aşında aqtashlik atalma kitobni yozib chiqib, yana bu 20-30 qishli bo'ldi buni. Yozib atadi, Turmuzdek yozadi buni. Asosan Xitoy o'sha Turkistondagi o'sha Xitoy hokimiyatiga qarshi chiqqan, o'rtaq chiqqan butun mujohid ulamolarimiz, azmetlerimiz ham turmada bo'lgandan keyin jamiyatga dehqonlarniki jiqishdan kari yo'q. Shu sizlarni Allohning to'lab yashirin chep bilan bug'doy qo'nib o'rab o'yishib yassi bo'ldi bu haqlar. Shuni qizmayapman ba'zan. Şu öykürden vaqtida chiqib yig'ina. Demak, Xitoy bugun mag'lub bo'ldi. Xitoy bugun mag'lub bo'ldi. Xitoyning mag'lub bo'lganligini biz bu aqtashlik kitobidan aqaqim chiqayotganligidan biz Ramazonni zulm qilmadik, dinni cheklamadik, diniy erkinlik berdik deb ba'zi islom dunyosiga diqqat qilganlarni aldash uchun o'zini aqlayotganligining o'zi Xitoyning mag'lub bo'lganligini derak berdi. Şoň biz onunğa ädigelik taňas çoğum koýaş çykydygandek Xitoyning mag'lub boldyganlygyga işenimiz inşallah. Menimki endi şu näet ýaxşy içip Allah razı olsun. Emma şu sotçy bilen bu ýazgyçy adamga sotçyga, terrorçyga ýenek jaza berdiň. Bu şeriýat gadamy Şinjangyň taryhyny özgertden burmuldy. Döwletniň birligi millet ittifaklygy buzgunçylyk kıldyň dep bu töhmetler bu ikisine qıptıdamdı. Elbette pat anlap durmaz. Bula biraz vicdan içinde mağallık için ayrılganlık eneqamdı. İşinin tigin sürüştürüp kelse bu meselelerdeki. Selma nurgulgan bundaq hükümetning adamlar bilen bulan tonuqluq, bular bilen vatanda ularning ahvolini yaqindan tunib chiqlan mayli turmidagi jarayonlar bo'lsin, chiqqandan keyin bo'lsin. Muşunda senin davrlardan muşunda işler öz vaqtida mesela bo'lgan sizlarga mesela turmadagilarga o bu haqqında yaxshi muomala qilgan o bularniki jazolanganligi o bu degandek. Endi biz o'tganki sonninki usto'chiq turmga aylangan Sharq Turkiston degan temamizda oldingi bir Uyg'ur saqchilar to'g'ri. Men buningga inkas kelaylik mayadagi jamoat. Bular bir istig'for aytmadi bu bechoralar. Endi hozir menga astagfirullah Erdo'g'anni kafir deymiz demaymiz deb so'roq kelibdi bo'lsani yo'q. Allah. Keşle. Men Erdoğan'ı nima deb kafirdi. Erdoğan bir qari adam ekanini angladim. Onun talay qatim da'vat qilganligini ko'rdim.
her kanda toplantıda o evvel dinden söz geçip oldu. 10 minglagan biz muhacirlerini Malaysiya'dan elip keldi. Endi onu qağın Allah biz şeriat zahirini bilemiz endi. Hem de ularni iş tapanmay hem de hiç iş qilmay ish topolmay bilgan kunda bu gem tepadi. Nima ekanligini hukm qildigan darajaga berib o'tmamdi. Shuncha ish yo'qmi-ki ular? Endi bilgan kunda Türkistan'da hem de sen bazı saqçılığı sen saqçılığını men kafir diyemeyim depse sen saqçı kafir olmayın nime? Sen bu devletin başlığına kafir dememse degenden gepler kepti. Men bunu şundaq dep bersem, anda bola meni özünün qatasıga agıdak. Estağfirullah. Men dünyada tek yalnız qalsamı? Men özüm bir bilimsiz adam. Men patibacı emas. Aqlın qara, qarın aqlab oturup çıkadigan. Endi şeriat zahir hüküm kıldı. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında, tarihinde bah sahabeler. Bir sahabe verip bir küfürün müşrikini qo'llab bardi. O beşik kılıç tanlanganda o şehadet etti. Ama bir sahabe onu çekip etip kaldı. Sahabe gibi Resulullah ve ahvalın dedi. Peygamber Aleyhisselam şunu sen bu la ilahe illallah'ın nemi kılmak edin sen? Sen la ilahe illallah disimi öldürüp ettin mi? Şunda disimi öldürdün mü? Dep kayıt sorup Resulullah kızırıp gitti dedi şurada. Açık geldi dedi. Din bu. Biz bunu bilemiz. Yani o sikret aldı da minut aldı da o peygamberge karşı kılıç kötügen bir kişi. Peygamberinin sahabalarına, askerlerine. Ama boptu o korksun ya ki korkmasın. Kalbini yerip baktı mı? Kılıç beşik tanlangan vaqtda o şehadet aytibdi. Kalbimiz yerip qarashqa biz mükellef emas. Allah bildi aşını. Biz gaybni bilmaymiz. Allah bildi gaybni. Allah özü nima qilish qiladi. Lekin hemen yer türmede Xitoyning davlatida bizning Turkistonning xalqi endi uzun mezgil qululab bicharlab yashagan millat bo'lgandan keyin faqat biz Uyg'urlarga xizmat qildirish emas, xizmat qilish. Bo'ysundirish emas, bo'ysunish. İtaat qildirish emas, itaat qilish. Yardım qilish emas, yardım qilinish. Bu xilgi bir ta'tir tanasib ang fikir bizga ajoyib singib ketaylik. Hazır her qandaq ali g'ay nishon bilan balasini maktab oliy maktab o'qitib atgan, hatta balalarni Yevropada eng dangliq universitetlarga, Yevropa chet tiliga chiqarib eng muhim ijtimoiy va tabiiy fan sohasi balalarini muqim tarbiyalayotgan bir Uyg'ur farzandini, Uyg'ur oilasini so'rasini bilgan kunda balangizni nima uchun o'qitdingiz deysizlar, deydiki, bir yaxshiroq yashasa, bir yaxshiroq xizmat qilsinmikin deb. Deydi. Bu ümmet için, bu millet için yaxshi adam bo'lsin. Bu devlet kuruş, devletçilik bu özünün qadrini, öz erkinligini öz qo'lga elish. Manda hüküm qilinish emas, xalqning ustidan adaletni hüküm chiqaradigan, manda chiqarish g'oyasi o'qiydigan xizmat qilish emas, xizmat qildirish. Kimni o'zini zulm yapqanligini va bo'zaq qilganligini. Hech bo'lmasa xalqning xizmat qildimizmi? Xalqning xizmatini qilmasin, ham xizmat qildimizmi? O'zinikini qilsin. Bu kadar bir ruh bilan tarbiyalamaylik. Anda bo'lgandan keyin bizning yozuvchilarimiz bo'lsin, adiblarimiz bo'lsin, shoirlarimiz bo'lsin, mayli ijtimoiy tabiiy fan sohasi hammasi o'qiyotganlarmi? Sanat bizning sanatchilarimiz mesela o sanat degan hamda bu islomda bir boshqa bir narsa u. Biz Uyg'urlar tarixda o'zimizning shu kadar güzel nağmınava usul sanatimizden bağlıqdan faxrlanib жүрген bir millet. Bugün günde. Bugün günde 80-ci, 90-ci, 2000-ci yıllar o 20-30 yıllık kadar dairde bizden sanatçılar şu kadar güzel olturuğa çıkıp ketdi. Bir naqsh ijod qilish, müzik keşfiyatlari bilan. Ama bunun umum yig'indisi nima deganda faqat salbiy tilda aytgan vaqtda ordu sanatchisi yoki ordu shoirlari yoki ordu muzikantlari yoki ordu usulchilar degandek bir narsa. Kim uchun?
Fakat özünün üstüden zulüm kıygan, özünün üstüden zulüm kıygan bir milletki nakş müzik çep verip, onun koğunu utuştan başka bir hukumdan halkıp gidemedi. Angliyada bir Yusuf İslam deb isim özgerdi bir çalgıcı. 20-30 gitar çalıp, ahir gitardan saz bilen yakın tunup gitarını öz çekip iman edip keleylik. O nimde edemde uzun mecbur Hristiyan bulab, nakşçı bulab sahnede yaşayan bir nakşçı bugün günde iman edip o nimdeydi o? Müslümanların bütün ahvalını tunup İslam dünyasının ahvalını bugün o deydi ki Müslümanların bugün gelişi deydi. Özünün hususi işlerini din işlerinden üstüge koyup alganlığı için bugünü göreylik. Eğer bir adam bununla bazı adamın şer'i verip ya ki men mıntaq deysek bir adam onun akidesi nima oldu eken o akidesi için kurban veriş ruhu bilen bu akidenin yükseliş için akidege özünü pida qilish kerak. O çağda bu akideninki bu nimasini ko'raleydi o. Xo'sh. Şu komünizm akidesi için kurban vereylik. Şunun için Allah buna nimet koymay, ma'lum mezgil onunla şu akidesiga şu tökken ter bedligi bana Allah bugün gün azraq onunla bir gün vereylik hem özünün maddi ihtiyacına biraz toyğuzluq Allah Taala. Biz İslam deydi, İslam dinimiz bizim dünyavi ahireti böyle Hristiyan dini, Yahudi dini, Budda dini, bu din deyip mandağı dilini kadar ülkenin aldığı söyleyip kettik, söyledim bu bunu men dünyada çoğun din ba, Hristiyan dini, İslam dini, Budda dini de bu dinni bir-birisi nüfuz, hukum, mana, mahiyet okşan beraber din, büyük din birbirlerinin karşılığı çıkışamaydı de bu kadar kargaydı mutlak kafir oldu. Biz bu akidemiz bu. Biz bunun bütün 8 milyar insaniyetin hemmesi doğru deb qurbasını yalnız kalsak bunun biz başta eksik bulmaydıgan bir fikir bu. Endi demek her adam özünün akidesinin kurbanı oluş gerek. Adam doğru söyleyecek. Peygamber Aleyhisselam'ın dinden ayrılgan bir hayatı var mı? Bir şu koşkunun fakat dinni davet qilish yo'lida yiqilib qalmaslik uchun dinni yetkizish yo'lida acizlab qalmasligi ve ovozining to'xtab qalmasligi uchun jismoniy ve ruhiy jihatdan yiqilib qalmaslik uchun yedi ve kiydi. Yatdi ya uxladi. Agar midirlaydiganlar uyqusi kelib ketmay, qo'shiq bek echib ketmay, uyqusi bek kelib ketmay, bedeni bek acizlab ketmagan holatda hamon tik turdi. Payg'ambar va sahabaları ta bugünkü kadar peygamber yolunda mangallar. Bu dinge özünü bağışlayıp etkenlik. Adem deylik biz İslam itaat kılgın ekenmiz. Bizning dini davayımız tam bizning vatan davayımız, Türkistan davayımız, Türkistandaki 40 milyon halkının Xitayning zulmünden kurtuluş davasının özü din dava bu. Bizge nispeten. Biz bu günü görüp atgan ekan. Bir adamning bir puti o't tutsa, ocaq tutsa, bir puti sır tutsa o adamdan başka bir dert var mı da? Putunu ottan kurtuluştan başka? Yok. Bugün günde bir putun bir ümmeti bir ceset. Biz yeniden iman edip kalkan adam bulup kılıp mekagelerimiz vatandakiler kabrup ezelden tarih bitperes ya başka bir dindeki olsa o meyliydi. Ama o bizden bir dini, akide gavdimizden bir kısmı. Cismani gavdimizden bir kısmı olganlık için biz tam Doğu Türkistan yani Şarkı Türkistan azatlığı, şu Müslümanlığın hür erkinliği ve Xitayning zulmünü qat'iy to'xtatib Xitayning bu devletini sürüp çıkarış. Bu yerde Allah'ın dinini yani Kur'an ve hadis sayesinde bir İslami devletin birini kurup çıkıştaki bu gayemiz uçuk, mükemmel, %100 mutlak Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselam'ın menhac ve seyretlerinin yüzü bu. Çünkü biz bu dinine biz hayatımızı bağışlamamız gerek. Hem de Xitay'daki cüngüçe sosyalizm yoki cüngüçe sosyalizm deb qopab Rus mağlup bo'lgandan keyin bu komünist yo'lida mengib o'zi cüngüçe sosyalizm deb bayrağını ko'tarib chiqdi. Haq buni nima endi? Haq nadan. Xitoyning qo'lida faqat pul bilan bir qurol bor. Xitoyda tilg'ash arzigidek uning falsafaga, aqidega, jamiyat tuzilmasiga bir programma ve nizam qilib tuzgidek Xitoyda bir qilchi bir narsa yo'q. Desmi yo'q. Hech desmi yo'q. Xitoy bugün 50 yıl agishib qo'rqinch peşini tutmangan Marks, Lenin, Stalin degan bu tağutlar ölüp
endi külge aylangandan keyin onun kavmi yana özünün kavmi Rusya'da berip ağanın kavri tükürüklük cık adamlar. Xitay bunu bildi de hem de. Özünü aklaştın cüngüç sosyalizmde bu bana güzel çıktı. Bu nadan hak yeştin içtin başka bilmeydiğin bu nadan adam yani şunun aksı jüydü. Hem bugün günde cüngüç sosyalizm diyen nersini 5. yıl to'lab baktı. Hem de kopap cüngüç İslam yoki İslam dinini sosyalizm için hizmet kıldırış. Astagfirullah bu qanday hizmet? Ot komünist yolu bir ot. İslam bir suğa o'xshaydigan narsa. Komünist bir zulm qarang'ilik o'xshasa, İslam bir nur bir ziyo o'xshaydigan bir qanday chiqsin bu? Ot bilan suv chiqisha olamdi. Qarang'i bilan zulm yo'riqlik bilan qarang'ilik chiqisha olamdi. Mutlaq bir-biriga qarma qarshi %100 mengu sig'ishamaydigan bir fikri maydon. Apirib jungu İslam dinini jungu sosyalizm için hizmet kıldırmaz dese Abdurrahim'dek mendaq aqliga poqib qalgan bir qism adamlar aşın rast deb aqadan yürüp atıdı. Demek bizden hozir Xitoyga eng berilib Xitoyning xizmatini qilib atgan ulamalar Arabcha biladiganlar. Bilmish ulamalar. O ulama emas. Faqat Arabcha biladiganlar. Tercümanlar. Arabça biladiganlar. Bu dinning siyasi, tevhid bütün umumiy g'oya nishonini o'zining qibla nomi qilmagan odamni herkes o musulmon degani bo'lmaydi. Bu ayay chiqib shu gapni qildi deb deyish mumkin. Endi biz bilan bir yashagan odamlar bor vatanda hozir. Anglashsin mana. Chet eldan bor yashagan odamlar. Men bilan turmush bilan yashagan 18 yil bilan yashagan odamlar bor. Tarixni qanday yashadik? Ürümchining turmushi qanday yashadik? Nima deyishdik? Hammasi bor. Chiqadi degan tarix bu narsa. Abdukerim Abduvelining hayoti qarasin. Bir qatim xato qilibdimi desa qo'yadigan jiqin talay qatim shartli qo'yaqliq. Deslabda az bir 8 yil. Mana az 20 yil bo'lib ketdi. Qo'yib berilmadi. Demak, bu o'zining haq deb tonigan fikri aqidasininki üçün özünü bütün qurban qilib özünü bütün shunga desmayis deb ataganlik. Endi shuningdek bizning odamlarimiz yuqori deganda gap uzrab ketdi. Ordu shoirlari, ordu usulchisi, orduning nag'machisi, orduning shoir yozuvchisi degandek, ordu xizmatchisi bo'lib qolgandek biz Uyg'ur xalqi Xitoy kommunistlari Manju buzumiga kirgan Zozongtang, Yangzheng, Jingshurun deydi, Shingsay dedik, endan keyin Gomindang dedik, Xitoy biz muşu 100 yıldan beri Uygurlar asasen hukuk tutkanlar nima bo'lib qolganlik bir Jahangir, bir zalim bir Jahangirninki bir hakimiyetin ordusidagi xizmatchisiga, muzik naqshchisiga yoki to'g'ri. O alim qilganlik biz. To'g'ri. Biz ulardan xalq bilmagan bechara angsiz xalq dehqonchilikdan boshqani his qilib bo'la. Shuning demak endi ma odamlar shu turmadan jiq saqchilni axir shu tunib turib Urumchi voqeasida jiq odamlar shu balani so'roq qilish jarayonida deyishdik bu. Urumchining odamlari biroz angliq. To'g'ri deyishdik. Yoki u boshqa bir diniy tarbiya olmagan bo'lsin, dunyoni biroz tushunadi, zulmni, erkinlikni, azma g'arbcha insoniyatning kishilik huquq, erkinlik degan narsani hozir kelib tushunadi endi odamlar. Shunga Urumchi voqeasida qo'yni bo'g'izlagandek bostirib ekib o'ltirib chanab hadda bu qadar qirg'inchilikni qilib Xitoy Urumchidagi cho'ng bo'lgan Uyg'ur saqchilar buni chidamadi nurg'unlar. Hatto xizmatini tashlab chiqib qo'lga olinib ketdi. Hatto tuyuqsiz yo'qolib ketgan saqchilimi ba'di bang'udiq bilan uqmaymiz. Angacha Urumchida yetilgan dunyoni tushungan saqchilar bilan Uyg'ur saqchilar bilan Xitoylar Urumchi voqeasidagi adamlarni bir taraf qilish ko'zi yetmay, bulini ya bekor qilib, ya amaldan qoldirib, bizning Qashqar Xotanning yezi qishloqlarida hech bir tarbiyasiz cho'ng bo'lgan mujtama zo'r jamiyat zo'mgarlaridan bir tep ekilib, qarmoq saqch formini kezib ular bilan balani o'liga qattiq urib, tayoq to'qmoqdan bog'lab, tayoq chizmay Nurg'aydanni majburan iqro qildirib, ishni betaraf qildik deb bunday bir san'at o'yin o'ynadi Xitoy. Buni xalq tunib yetmaydi. Bugün gündemde bunu tunib yetgan adamlar endi qanday bo'lsa men saqchildan beshikisi anchami chiqqan, men yozuvchi, adib, shoir degan qalam kashlidan bir edim. Endi bu
İlham To'xta degan bu kishi shu Beijingda yashab shu yerda xizmat qilgan odam ekan. Buni degani Qur'on ro'yi bilan deganda buning degani haq emas. Faqat hozirgi dunyo insoniyatning kishilik huquq, inson hurligi degan temada Xitoy o'zining qonuniga o'zi amal qilmaganlikdan, o'zining deganlariga o'zi yurgizmaganlikdan, o'zining qonunga mana deb yozsan, shu bo'yicha qilmamsan deganlik uchun odam japan chekiylik. Shunday tushunlik dunyoni. Adam avaz turib. To'g'ri. Bizning bu odamlarimiz endi biraz qiyg'isi bo'lsa-mu, ammo haqni da'vo qilish ro'yidan akan kimlar yengam shu deb zulmga bo'ysunib bosh egib qo'saq beqishdan boshqa o'ylamaydigan mana bir xarakteri kuchli kelib ketganlik. Emas. Shuna bu hal bugungi kunda bu qadar. Endi shuna bu 1949'dan beri bular bu 80-yillardan 90-yillardan Abdurrahim Ötkirler qatarlıq adamlardan keyingi o'tirg'i chiqib qalam tutgan adamlardan cho'ng umid kuchgani bo'lmagan, bo'lmadi. Ammo bir ishga adam qanday o'ylab bu bir chiqdi endi. Alloh rahmat qilsin, agar niyat to'g'ri bo'lsa, biz uzun zaman millatning ziyolilaridan hammadan biz Mahmud Qashqari, Yusuf Qas Hajib kabi bilib qalamkashlarni Abduxoliq Uyg'ur, Lutfullah Mutallib deganlardek bilib jiq adamlarga mamlakatni tayyorlashga o'xshab bilib jiq adamlarni ularga umid bog'lab ketaylik qilib emas. Ammo biz undaq kishilarning qat'iy chiqarmaydigan va chiqin qo'ymaydigan, asli undaq mukammal kishilarning yetilligini qo'ymaydigandek bu ichki siyosatning allaqachon maktabning qo'yinlariga Uyg'ur adabiyot sohasiga singdirilib bugungi kunda bu qadar bizni tilsiz, ovozsiz qilib qo'yganligini biz his qilolmaylik. Hatto qalam kashlarmi buni his qilolmaylik. Ama şu 95-90 yıllar yazılgan bu edebiyat sahasında nurg'un jurnallar hamda Tarimdaymiz, Qashqardaymiz, o'chi bo'chi. Shuning faqat shahvani, sevgi, muhabbat qandaqki, ama shundaq bir narsalar yozilsa bu olqishlanib keng bu nashr qilinganligi, ammo millatdan, ummatdan azroq haqni deb qolgan odam hamon bu qalam bostirilib keldi. Kishilar mana shundan qisilib, jamba qilishga majbur bo'lgan hamda hükümetin şu Xitayning istigini bo'yicha bir yezib, azı köptür qalam haq elib, qaylab yashaydigan shunday xalq kelib qolgan odam. To'g'ri. Shu bugungi Uyg'urningki bu adabiyot sohasi qalam kashlidan yoki Uyg'ur Xitoyning kontrolligidagi Uyg'ur ma'rifidan çok umid kuchgani bo'lmaydi. Xo'sh, to'g'ri. Rahmat, Allah razı olsun. Fakat vaqt nasiblanmashada to'xtamiz. Türmüge aylangan vatandagi facialardan bir qismini nihoyat az bir qanchisini to'xtalib o'ta oldik bugungi suhbatimizda. İnşallah yangi bir qatimliq suhbatimizda ko'rishguncha sizlarga Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.